Qizlar, keringlar sizlar bilan kipriklarni o'stirish haqida gaplashamiz. Bu tema menimcha 90% qizlar uchun qiziq, so let's go. Kipriklarni o'stirish uchun juda ham ko'p sirotkalar va yog'lar bor. Sirotkalardan boshlaydigan bo'lsak, eng mashhuri bu to'plash. Eng qimmati ham. Bu sirotka kipriklarni o'stirish uchun 100% garantiya beradi. Juda ham ko'p qizlar menimcha bu sirotkani bilishadi. Bunaqa kipriklarimni bunaqangi qilib o'stirib bergan. Albatta, buni ham minusi bor. Buni minusi bitta dona. Ammo o'sha ikkitadir, chunki qimmat. 400 mingga 3 milligram, come on. So, anyway, bitta dona eng katta minusi bu sivritkani ishlashni to'xtatganingizdan keyin kipriklaringizni to'kib yuborishi boshlaydi. Xullas, ichida ozginagina qolganda men buni idishini sindirib qo'yganman. Shundan keyin ishlashni to'xtatganman. Nima qizg'anib qaytadan sotib olmaganman. 2 oydan keyin to'kilayotganini sezganman. Xuddi bergan narsasini qaytarib olgandek bo'lgan. To'kilayotgandan qo'rqib ketib, men boshqa sivritka sotib olganman. Buni 5 milligram 100 ming so'mga olganman adashmasam. Ikkalasini ham o'zimdan olganman. Sorry, lekin to'plashdan keyin buni rezultati unchalik ham sezilmagan. Sekin lekin zararsiz o'stirib beradi. Kipriklarimni to'kib olganiga qaramasdan buni yaqinda ikkinchi marta sotib oldim. Chunki bu bergan rezultatni na yog'li, na boshqa sivritkalar bera olmadi. Sizlar ham uni minusiga qaramasdan oladigan bo'lsanglar, bitta maslahat, buni tushib ketadigan joylarda saqlamang. Tushib ketgandan keyin mana idishi temir bo'lishiga qaramasdan sinib qoladi. Pulinglar havoga uchadi keyin. Shuning uchun iloji boricha tushib ketmaydigan pastroq joyda saqlaganingiz yaxshi. Bunaqangi sivritkalardan tashqari har xil organik yog'lar bor. Juda ham arzon, sekin lekin tabiiy zararsiz yo'l bilan o'stirishga yordam beradi. Ya'ni ham o'zimdan topsanglar bo'ladi. Men aytayotgan shunaqa organik yog'larni o'zingiz ham uyda tayyorlasangiz bo'ladi. So, agar sizga bularni originalini qayerdan sotib olish qiziq bo'ladigan bo'lsa, silkasini Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Yoki o'sha yog'ni o'zingiz tayyorlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uni ham reseptini o'sha yerdan topishingiz mumkin. So, subscribe